hozirgina prezidentimiz rahbarligida video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda asosan ikkita masala o'rtaga tashlandi. Ularning biri Xitoyning Uxan shahrida aniqlangan koronavirus infeksiyasi va uning O'zbekiston hududiga kirib kelishi, tarqalishining oldini olish bo'yicha muhim vazifalarga hamda yangi tashkil etilgan mahalla vazirligi oldidagi muhim bir ustuvor maqsadlarga qaratildi. Ushbu video selektordan kelib chiqqan holda Farg'ona viloyati hokimligida ham tezkorlik bilan yig'ilish tashkil etildi. Biz hozir to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Assalomu alaykum aziz Farg'ona viloyatimiz fuqarolari. Bugun Farg'ona viloyat hokimligida viloyat hokimligi mas'ul rahbarlari va viloyatimizdagi huquq-tartibot idoralari rahbarlari, jumladan viloyatimiz prokurori, viloyat davlat xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i, viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, viloyat milliy gvardiya qo'shinlari qo'mondoni, sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni, mudofaa vazirligi tarkibidagi davlat soliq bosh boshqarmasi boshlig'i, viloyat sog'liq saqlash boshqarmasining boshlig'i, viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasining boshlig'i, viloyat xalq ta'limi boshqarmasining boshlig'i, viloyat hokimining o'rinbosarlari, nuroniy jamg'armamiz va ishchi guruh a'zolari bilan birgalikda biz bugun yig'ilishimizni o'tkazyapmiz. Yig'ilishimizda hurmatli teletomoshabinlarga yetkazadigan shunday bir masalalar borki, albatta birinchi masala bu 2020-yil 18-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev katta yig'ilish o'tkazdilar. Ushbu yig'ilishda tegishli vazirlik va idora rahbarlari, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi rahbarlari va barcha viloyatlarda viloyat hokimlari, viloyat hokimlarining tegishli o'rinbosarlari, tegishli huquq-tartibot idoralari, ijtimoiy soha rahbarlari, sog'liq saqlash va barcha masalaga taalluqli bo'lgan demak faollar ishtirok etdilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bugungi o'tkazgan yig'ilishlarida butun dunyoda bugungi kunda avj olgan koronavirus infeksiyasini kirib kelishi va uni salbiy oqibatlari hamda eng asosiysi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini ushbu kasallikdan saqlash bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlarga to'xtalib o'tdilar. Jumladan Farg'ona viloyatimiz fuqarolariga men ochig'ini aytishim kerak, muhtaram prezidentimiz yig'ilishni quyidagi so'zlar bilan boshladilar. O'zbekiston Respublikasida millati, tili, dinidan qat'iy nazar hammamiz yakdilmiz. Ishonchimiz komilki, bu qiyinchilikni birgalikda yengib o'tamiz deb aytdilar. Albatta muhtaram prezidentimizning bu aytgan so'zlari bugun biza Farg'ona viloyatida rahbarlik lavozimida ishlayotgan barcha rahbarlar va ushbu yig'ilishda ishtirok etgan barcha faollarga juda katta kuch berdi. Ochig'ini aytishim kerak, muhtaram prezidentimiz yana bir narsani ta'kidlab o'tdilar. Butun O'zbekiston xalqimizga, mamlakatimizning barcha fuqarolariga, nuroniylarga, otaxon onaxonlarga, yoshlarga va opa-singillarimizga, barcha faollarimizga, yigit qizlarimizga hammaga yetkazinglar. Bizda ushbu koronavirus kasalligini yoki bu kasallikdan xavfsirashga hech qanday asos yo'q, hech qanday xavf-xatarga mutlaqo o'rin yo'q deb aytdilar. Albatta muhtaram prezidentimiz ushbu o'zlarini ishonch bilan aytgan so'zlarini tegishli mana shunday holatlar bilan asoslab berdilar. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 29-yanvarda 5537-sonlik prezident farmoni qabul qilingan. Prezident farmoni bilan, ya'ni bundan qariyb 2 oy oldin O'zbekiston Respublikasi hududiga koronavirus infeksiyasini kirib kelishini oldini olish bo'yicha profilaktik va epidemiya qarshi chora-tadbirlar belgilab berilganligini hamda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha holatlarga qarshi O'zbekiston Respublikasidagi tegishli kuchlar, tegishli vazirliklar, idoralar, huquq-tartibot idoralari, barcha faollar
jamoatchilik tashkilotlari hamma demak sog'liq saqlash muassasalaridan tortib barcha rahbarlar demak shay holatga keltirilganligini hamda O'zbekiston Respublikasida bizlarni urf-odatlarimiz, bizlarni tutgan ozodalik, saromjon sarishtalik, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilishimiz hammasini ta'kidlab o'tdilar. Bundan tashqari muhtaram prezidentimiz tibbiyot xodimlarining chiqishlarida, mutaxassislarning televideniyada, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlarida aytib o'tayotgan tavsiyalari va maslahatlariga amal qilish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. 2 kun ilgari o'sha 16-mart kuni viloyatimiz televideniyasi orqali viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining boshlig'i Odiljon Umarov va viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasining boshlig'i mana shu birgalikda mutaxassislar bilan birgalikda televideniyada chiqish qilib, bizlarda O'zbekiston Respublikamizda sharoitimiz qandayligini, iqlimimiz, bizlarni demak hayot kechirishimiz, ovqatlanishimiz, har bir holatlar hammasi bunday virusga bizlarda qarshi tura oladigan immunitet shakllanganligini ilmiy tomondan gapirib berdilar. Aziz, mana shu bizni Farg'ona viloyatimiz fuqarolaridan biz ham iltimos qilardikki, ushbu holatlarni demak yana qayta shu televideniyada yoki bo'lmasam radioda yoki ijtimoiy tarmoqlarda bir eshitib o'zlariga xulosa qilishsa faqat foydali bo'ladi. Viloyatimiz bo'yicha qilingan ishlarda demak bugun 3 kunligini sarhisob qiladigan bo'lsak, Farg'ona viloyatimizda favqulodda holatlar yuzaga kelishini oldini olish va qarshi kurashish maqsadida viloyat bo'yicha sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlarida 335 ta, davolash profilaktika muassasalarida 2098 ta maxsus himoya kiyimi va vositalar, 2554 kilogramm zararsizlantirish moddalari hamda 220 dona avtomatik purkagich apparatlari zaxira qilib qo'yilgan. Viloyat hokimligi va viloyat ishchi guruhi a'zolari tomonidan zarur profilaktik tadbirlarni o'tkazish uchun qo'shimcha ravishda gipoklorid kalsiy zararsizlantiruvchi moddasi, purkagichlar, masofadan turib o'lchovchi termometrlar hamda maxsus ish kiyimlari zaxira qilindi. Shuningdek, pnevmoniya va boshqa o'tkir respirator kasalliklari alomatlari aniqlangan bemorlarni alohidalash va ularni shifoxonalarga yetkazish choralari tunu kun navbatchilik bilan tashkil qilindi. Koronavirus infeksiyasiga gumon qilingan bemorlarni yotqizish uchun viloyatimizning 4 ta shahri va 15 ta tumanlarida 500 dan ortiq zaxira o'rinlari tashkil etilgan. Yana bir marta qayd etmoqchiman, bu zaxira. Hali bizlarning Farg'ona viloyatimizda bunday virus bilan kasallangan bemorning o'zi yo'q. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamda 4 ta shahar, 15 ta tumanlar bo'limlarida bittadan maxsus bokslar va 21 ta zarur mutaxassislardan iborat bo'lgan tezkor brigadalarimiz shay holatga keltirilgan. Ularning barchasiga 22 ta reanimobillar biriktirilib, himoya vositalari bilan to'liq ta'minlangan. Bugungi kunda davlatimiz chegarasi kesishgan, ya'ni Farg'ona viloyatimizni hududi kesishgan qo'shni Qirg'iziston Respublikasi va Tojikiston Respublikalari bilan birga 8 ta sanitariya nazorat punktlaridan o'tayotgan yo'lovchilarni sifatli tibbiy sanitariya ko'rigidan o'tkazishga alohida e'tibor qaratilgan. Sanitariya nazorat punktlari kerakli jihozlar va anjomlar bilan ta'minlangan. Tunu kun navbatchilik tashkil etilgan. Chegara hududlarimizda joylashgan bojxona postlari qoshidagi 5 ta katta demak postlarimiz bu Farg'ona shahar xalqaro aeroporti, Farg'ona tumanidagi Vodil posti, Quvasoy shahridagi O'zbekiston deb nomlanuvchi postimiz hamda Beshariq tumanidagi Andarxon chegara postlarimiz hamda So'x tumanidagi Chashma chegara postlarimizda nazorat punktlari masofadan turib istimali, ya'ni temperaturasi bo'lgan bemorlarni aniqlash uchun teplovizor komplekslari bilan to'liq ta'minlangan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 2-martdagi o'tkazgan tezkor yig'ilishiga asosan Farg'ona viloyatimizdagi demak Beshariq tumani, Rishton tumani hamda Oltiariq tumanida sanitariya nazorat punktlari loyihalari asosida demak maxsus karantindan saqlab turish
obyektlari tayyorlab qo'yilgan. Viloyatimizda demak 2020-yilning 15, 16, 17 mart kunlari endemik davlatlardan qaytgan 508 nafar fuqarolar nazoratga olindi. Ularning barchasi tibbiy kuzatuvda demak. Ko'plari, juda ko'plari mana shu tashxislar qo'yilmadi. Deyarli demak, ularning 381 nafari nazoratga olinib, uylariga xotirjam, sog' salomat jo'natib yuborildi. Demak, bundan tashqari Qirg'iziston va Tojikiston Respublikasi bilan chegara hududda istiqomat qilayotgan barcha aholimiz, ya'ni So'x tumanimiz aholisi, Farg'ona tumanimiz Shohimardon Yordon qishloqlari va Rishton tumanimiz Cho'ng'ara qishloqlarida alohida kuzatuv ishlari olib borilmoqda va u yerda barcha masalalar yetarli tarzda tashkil etilgan. Eng asosiy masala mana shu bizlarni kengaytirgan yig'ilishimiz to'g'ridan to'g'ri viloyat televideniyasi efiriga uzatilayotgandan imkoniyatdan foydalanib shuni aytmoqchi edikki, Farg'ona viloyatimizda 30 mingdan oshiq tadbirkorlarimiz bor. Ushbu tadbirkorlarimiz tushungan holda ongli ravishda oziq-ovqat mahsulotlarini bozorlarimizda ham, savdo shoxobchalari va do'konlarida ham, supermarket va gipermarketlarda ham asossiz ravishda oshib ketilishiga narx-navoni, ya'ni bu fursatdan foydalanib qanaqadir qing'ir daromad oshirishga qarshi o'zlariga xulosalar chiqarib oldilar. Ushbu tadbirkorlarimizni barchalari bilan, yirik savdo kompleks rahbarlari bilan ham va bozorlardagi kompleks rahbarlari bilan ham viloyatimiz prokuratura qoshidagi jinoyatchilikka qarshi kurash departamenti, viloyat davlat soliq boshqarmasi, demak, viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi va viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasining mas'ul xodimlari ular bilan tegishli tarzda tushuntirish ishlari olib bordilar. Shuning uchun hurmatli fuqarolarimizga yana bir bor qaytarib aytamiz. Xavf xatarga, hech qanday vahimaga, hech qanday xavotirga mutlaqo o'rin yo'q. Viloyatimizdagi demak, oliy ta'lim muassasalari, kasb-hunar ta'lim kollejlari, maktablarimizda va maktabgacha ta'lim muassasalarimizda bolalarimizni, yoshlarimizni demak, sog'lig'ini saqlash uchun oldini olish choralarini ko'rish maqsadida vaqtinchalik demak kanikullar joriy qilingan. Bilasizlar, kanikul o'zi shundoq ham bu mart oyida maktablarimizda ham, kasb-hunar ta'lim kollejlarimizda ham va boshqa o'quv yurtlarimizda ham kanikullar bo'ladi. Shu kunlar shu kanikullarga to'g'ri keldi. Bundan hech qanday bir vahima qilib yoki boshqa bir asossiz ravishda gap so'zlar tarqatishga hech qanday asos yo'q. Toshkent shahrida oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan Farg'ona viloyatining fuqarolaridan 8400 dan oshiq nafar yoshlarimiz barchalari uylariga sog' salomat qaytib kelib, uylarida mana shu ota-onalari bilan birgalikda shu hozir kanikul davrini o'tkazishmoqda. Viloyatimizdagi 27 dehqon bozorlari va 10 ta filiallar, jami 37 dehqon bozorlarimizda bugungi kunda yetarli oziq-ovqat zaxirasi jamg'arilgan. Viloyatimizdagi 1610 ta dorixonalarda yetarli dori-darmonlar hammasi zaxira qilib qo'yilgan. Bugun ishchi guruhlar tomonidan yana bir narsaga men to'xtalib o'tish xohlardim. Shu 3 kun mobaynida olib borilgan ishlar bugun viloyatda tahlil qilindi. 3 kun ichida viloyatimizdagi 129 ta tadbirkor asossiz ravishda un, non mahsulotlarining narxini oshirib yuborganlik holati aniqlandi. Hech qanday asos bo'lmagan holatda va ushbu tadbirkorlar bilan qonuniy tarzda suhbatlashildi va ularga birinchi marta ogohlantirish berildi. Barcha viloyatimizning tadbirkorlariga men murojaat qilib aytmoqchi edimki, bugun muhtaram prezidentimiz mana shu butun dunyoda davom etayotgan, butun dunyoning barcha mamlakatlarini qamrab olgan mana shu kasallik iqtisodiyotimizga ta'sir qilishini va ushbu iqtisodiyotimizni asosiy lokomotivi bo'lgan tadbirkorlarimizning faoliyatiga ta'sir qilishini ham ta'kidlab o'tdilar va shunga yarasha mamlakat rahbari, mamlakat prezidentining qarori qabul qilinishini ham ta'kidlab o'tdilar. Ushbu qaror qanday bo'ladi? Birinchidan, tadbirkorlar uchun mana bilasizlar, hurmatli tadbirkorlar, muhtaram prezidentimiz topshiriqlari bilan tadbirkorlarni
tekshirishni 2 yil muddatga uzaytirilgan edi. Muhtaram prezidentimiz insoniylik tamoyillari, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash tamoyillari, har bir tadbirkorni yelkamda ko'tarib yuraman degan mana shu o'zlarining so'zlarining isbotini aytish uchun tadbirkorlarni tekshirishni, asossiz ravishda tekshirishni, agar boshqa holatlar bo'lmasa, yana 1 yilga uzaytirilishi qarorda aks ettirilishini ham aytib o'tdilar. Va ikkinchidan, tashqi faoliyat bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar, o'z mahsulotini eksportga sotayotgan tadbirkorlar va bularga barchasiga yordam berish uchun kreditlarni demak prolongatsiya qilish masalalari ko'rilishini hamda tadbirkorlarga demak boshqa qulayliklar yaratilishini ham ta'kidlab o'tdilar. Albatta bugun muhtaram prezidentimiz ushbu yig'ilishda barchamiz oldimizga shaxsan rahbarlardan boshlab barcha fuqarolarimiz, katta-yu kichik hammamizga O'zbekiston Respublikasida inson qadri qanday baland ekanligini, O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbekiston Respublikasi xalqi uchun imkoniyat boricha barcha mana shu chora-tadbirlarni ko'rishini va O'zbekiston Respublikasi xalqiga hech qanday vahimaga, hech qanday xavf-xatarga o'rin yo'q ekanligini qayta ta'kidlab o'tdilar. Bizlar mana viloyat rahbarlari, viloyat hokimi boshchiligida bugungi mana shu yig'ilishimizda muhtaram prezidentimizning ushbu so'zlarini yana qayta aytmoqchimiz, hech qanday xavf-xatarga, hech qanday vahimaga o'rin yo'q. Lekin ehtiyotkorlik chorasi bo'lish kerak. Siz hozirgina Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning viloyatimiz ahliga murojaatini tingladingiz. Yig'ilish davom etyapti. Endi birin-ketin hokim o'rinbosarlari, faollar, huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlari ko'tarilgan masala yuzasidan fikrlarini bildiradilar. Mana muhtaram prezidentimiz hozir video selektorda ta'kidlaganlaridek, mana shu koronavirus bo'yicha jamoatchilikni ta'siri nuqtai nazaridan turli xil mish-mishlarga berilmaslik, sarosima yoki vahimaga berilmaslik kerak. Bu barchasi davlatimiz nazoratida deb ta'kidladilar. Biz bevosita mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'i sifatida mana shu viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan 1041 ta mahallada jamoatchiligimiz mana Topoldi aka bilan birgalikda, nuroniylarimiz bilan birgalikda jamoatchilikni safarbar qilgan holda har bir xonadonma-xonadon yurib, mahalla yurib, odamlarimizni, xalqimizni mana shu noto'g'ri mish-mishlarga berilmasliklarini va ushbu koronavirus bo'yicha har xil sarosima yoki vahimaga tushmasliklarini biz joylarda targ'ibot tashkilotchilarni tashkil qilamiz. Assalomu alaykum Shuhrat Madamovich. Hozirgina mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz. Viloyatimizdagi 944 ta maktablar, ularda o'qiydigan 659.030 ta o'quvchi, 1692 ta maktabgacha ta'lim muassasalari, ulardagi 161.639 ta tarbiyalanuvchi, 69 ta kasb-hunar kollejlari, ularda o'qiydigan 17.507 ta o'quvchi, 10 ta viloyatimizdagi oliy ta'lim muassasalari, ularda o'qiydigan 30.549 ta talabalar hozir ta'tilga chiqarilgan. Shu jumladan hozir aytib o'tganingizdek, boshqa viloyatlardan bizni viloyatimizga kelib o'qiydigan 527 nafar kollej o'quvchilari, 3835 nafar oliy ta'lim muassasalari talabalari ta'til tufayli o'zlarining yashash manzillariga yetkazilib oborildi. Shu jumladan hozirgina aytib o'tganingizdek 8414 nafar bizni Farg'ona viloyatini yashovchi O'zbekiston Respublikasining fuqarolari boshqa viloyatlarda o'qiydiganlar yashash manzillariga qaytib keldi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bugun mana muhtaram yurtboshimiz ham alohida O'zbekiston teleradio kompaniyasiga va Xalq ta'lim vaziriga, respublikamizdagi ta'lim vazirlariga topshiriq berdi. Ya'ni dars jarayonlarini onlayn tarzda, ya'ni televideniyada orqali dars berish jarayonlarini boshlanishi to'g'risida alohida ta'kidlab o'tishdi. Biz viloyatdagi barcha ta'lim muassasalarini o'qituvchilari bilan birgalikda o'sha yerdagi mahallalarda yurib, oilalarda ota-onalarga to'liq tushuntiramiz, chunki bu tajriba birinchi marotaba qo'llanilyapti. Ya'ni har bir ota-onadan biz iltimos qilardikki, o'zlarining farzandlarini shu onlayn darslarida qatnashayotganligini kuzatib borsa, bir maqsadga muvofiq bo'lar edi. Video selektorda muhtaram yurtboshimiz alohida ta'kidlab o'tishdi. Bizga bir katta imkoniyat berilyapti. Bu ham bo'lsa, bolalarimizni bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanish va ota-onalardan ham bo'sh vaqtidan unumli foydalanish maqsadida oilalarda kitobxonlikni kuchaytirish masalasiga alohida e'tibor berishimiz kerak.
Bu masala bo'yicha farzandlarimiz bilan bo'sh vaqtlarimizda birga o'tirib, ulardan qiziq kitoblar bilan birgalikda ularni kitob o'qishga qiziqishlarini, mehrlarini oshirsak, yana ham yaxshi bo'lar edi. Albatta, Shuhrat Muqaddimовich hozir to'g'ri ta'kidladingiz. Viloyatimiz bo'yicha viloyat hokimligi shtabi tomonidan bugungi kunda 19 ta shahar tumanlarda zaxira o'rin joylarimiz to'liq yaratilgan va shtab yordami bilan birgalikda bu yerlarda zaxira dori vositalarimiz, ya'ni 21 turdagi zaxira dori vositalarimiz, reaktiv reagentlar to'liq tashkil etilgan. Bundan tashqari shtab tasarrufida bugungi kunda zamonaviy 21 ta reanimatsiya avtomobillari, sanitar avtomobillari va bunda demak 64 nafar yuqori malakali tibbiyot xodimlarimiz 24 soat davomida kun-tun navbatchilikda turibdi. Koronavirusni yuqtirib olishni ham eng asosiy profilaktikasi bu shaxsiy gigiyena qoidalariga to'liq amal qilish. Demak, birinchi o'rinda toza qo'l yuvish va shaxsiy gigiyena vositalaridan to'g'ri foydalanish hamda xonalarni tez-tez shamollatish va aynan mana shu bugungi kunda demak birorta shamollash kasalligiga yaqin belgilar paydo bo'layotganda faqat vrachlarning ko'rsatmasiga asosan tibbiy muolajalarni olish va antibiotiklarni, viruslarga qarshi preparatlarni qabul qilishni tavsiya etamiz. Bugungi selektor yig'ilishida muhtaram prezidentimiz bitta bir masalaga alohida e'tibor berdilar. Bu tadbirkorlarimizni mamlakatimizni rivojlanishidagi tutgan o'rniga, ularga bo'lgan mehr muhabbatlarini izhor qilib gapirdilarki, shu tadbirkorlarimizni mana shu jarayonda mehnatlarini hisobga olib, xalqning boshiga bir tashvish tushgandagi mehnatlarini hisobga olib, bundagi qiyinchiliklarini hisobga olib, yana tekshirmaslik muhlatini 2 yildan yana 1 yil qo'shib 3 yilga cho'zib qo'yish niyatimiz borligini aytishdi. Bu albatta tadbirkorlarimizga prezidentimiz tomonidan bildirilgan katta ishonch va bir vaqtning o'zida sharaf. Haqiqatan ham tadbirkorlarimiz xalqimizga xizmat qilishdan charchamayaptilar. Bu sohada maqtansak arzigulik ishlar bor. Lekin Shura Madaminchi ayrim bir tadbirkorlar chiqib qolyaptiki, ozgina bo'lsa ham manfaatdor bo'lib qolish niyatidan xoli baslari bor. O'shaning uchun men bir nuroniy sifatida shu barcha tadbirkorlarimizni bir narsaga chorlamoqchi edim. Albatta, millatimizda bir ajoyib musulmon ahlida shunaqa bir ajoyib udumlar borki, hatto ro'za oylarida mahallada birorta odamning boshiga bir tashvish tushganda bugungi kundagidaqa umum xalq tashvishida tadbirkorlar saxovat peshaligini namoyish qilishsa, bu millatimizga, ajdodlarimizning ruhlarini shod qilgan bo'lishadi. Hammamiz bir-birimizga mehr oqibatli bo'lishimiz kerak. Mana shu kunlarda birlashishimiz kerak. Agar birlashsak, har qanaqa tashvishni, har qanaqa g'amni yengamiz. Albatta, koronavirus biz uchun xavfli bir fojia emas. Guvohi bo'lganingizdek, Farg'ona viloyatining 4 ta shahar va 15 ta tumanlarida koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha zarur chora-tadbirlar allaqachon ko'rilgan va shuningdek, aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash masalasida ham hech qanday muammolar kuzatilmaydi. Ya'ni bozorlarda, savdo komplekslarida, supermarketlarda narx-navolarning barqarorligi ta'minlanadi. Demak, hech qanday hadik va xavotirga hojat yo'q. Shunday qilib, Farg'ona viloyati shtab a'zolari ishtirokidagi yig'ilish o'z ishiga yakun yasadi.